Assalomu aka? alaykum, Farg'ona Avzor Ashaddiy muxlislari. Qoch. Hozirda biz Farg'ona ichidagi eski bozor chiqamiz. Ishlatilgan mebel sotgan joyiga qaraydi. O divan kreslolarida vahshiy noyoblari chiqibdi. Videoni o'qcha ko'rsalaring, narx-navolar bilan buni yoritib berib o'tamiz. Mana bu tomonda ham bor ugaloylar qaraydi. O spani garniturlar bor, shkaflar bor. Bunaqa yangi oshxona mebellari bor mana. Bizdan ko'pchilik so'rayapti, oshxona mebellari ham chiqaring deb. Bular hammasi mana yangi. O videoni o'qcha ko'rsalaring, sizlarga to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Bittadan like bo'lsa, bizga obuna qo'yinglar. Pastda Telegram kanalimizga o'tib obuna qo'ysalaring, mana shu bozorda lokatsiyasi bor. Ya'ni lokatsiya orqali kelmoqchi bo'lganlarga. Bu yerda mana spani garniturlar, stenkalar bor ekan. Bo'lsa mana shu spani garniturdan boshlayveramiz, a? Spaniyadon boshlayveramiz. Salom. Yaxshimisiz? Ha. Mebellarimiz ko'p aka, Spaniyaturlar. Assortimentlar ko'p ekan, ha? Почти hamma yo'q yangi, demak, stol ham holati zo'r. Mebellar alishdi ko'p aka. Ko'p alishdi manaqa Stenkali 2 xil mana. Bu ham ashi dahshat stenka, Rija deydi nomi. Mana servantni ham shunday razmerida. 60 sm. Bunaqasi kam bo'ladi, boshqa yo'q ham. Videoni ochib ko'rsating, hammasini to'liq tanishtirib o'tamiz. Bu tomonda ham antik bor. Xo'p, bundan tashqari Spaniyaturlar masalan bu yoqmasa, olibdalari ham bor. Bunaqa Spaniyaturlar ham bor. Bemalol aloqaga chiqsa, mana tiniq holati, bundan tashqari mebellarimiz ham bor. Bemalol Telegram kanalimiz bor. Telefon qilishsa, masalan, nima deydi? Qo'shib beramiz. Video ko'rishdan oldin, masalan, bemalol xarid qilishaveradi. Tutib turish, masalan, kecha cho'xinida qo'ydik. Рабочий 280 lik. Сразу baraka bo'ldi. Namanganga dastlabki qilib yubordik. Telegram kanalida o'zida. Shunaqangi obuna olishsa, telefon qilsa qo'shib beramiz, oddiy aka u. Baspaniyatdan boshlayveramiz. High-tech fason holatlar ideal, yangida turibdi aka. Boshdan oldin. High-tech fason berilsiz, hop 2 xil qilishyapti. Poch ham qo'yib berishyapti bunga. Hech ko'zi poch, qattiq, bu yumshog'i mana. Ha, bu yumshoq. Yumshog'i bu. Ikkita tumba, Davut Shannerda PVG 100, hamma yo'g'i PVG sharomka. Davut Shanner polni hammasi. Taylar displey mana butun. Matraslari, o'zini matrasini arzon matras emas, qimmat matras, eng kam 1,5 millionlik matras qo'yishgan ekan. Farqi ikki tomonlama bo'ladi. Ag'i ham yumshoq, bag'i ham yumshoq bo'ladi. O zo'r matrasi ham vash tekis turibdi, radni, turib bilan turibdi o'zi. Cho'kkan joyi yo'q. Ha, qattiq matras, nima maza qilib ishlatishadi, zo'r matras. Razmeri ham 1.70 emas, 1.80. 50, 1.80 ga 2.10. 1.80 2.10. Splashni bitta yerda turadi spanni. Tumbalari ham Davut Shannerda hamma yo'q. Bemalol. Davut Shanner. Kvartira jumoshlar joylari ham mosla yasatishgan ekan. Trimosi ixchamgina, chiroyli yana. Bilsangiz, tortmali trimolar qimmat yuradi. Mexanizmi qimmat o'zi. Hamma ochilib yopilishi ham zo'r. Trimosi ham shkafdan chiqar ekanda. Shkaf nazarga ketdi o'zi shunaqa. Tortmali qimmat turadi. Aynaklari ham qilib chiroyli aynalar. Zo'r holat, yangidek. Shkaf mana, ixchamgina, ikkita eshik. Kvartiralar ham zo'r tushadi, oyna turadi. Tomoni ishingizga. Chilarni ko'ryapsiz, yangidek turibdi aka. Chiqatdi ayb yo'q. Egalari moslab pulga qildirishmaydi, bilmaysiz, ust bosh ko'p ekan, izlaydi mana. Tepaga qo'yadigan joyi bor. To'p tashlaydigan, mana shunaqa ekan. Mexanizmlar hamma yo'q, eng qimmat, yaxshisidan qo'yilgan. Zo'r holatda. Xo'p, narxi necha pul endi komplektga? Bu dastlabkasi vodiychi bepul 4.300.000 so'm. 4.300.000 so'm dastlabki bepul. Ichida. Matrasi ham eng arzon matras ham eng qimmat matrasdan. Mana yaxshisidan matras. Masalan, 2 yillarga qiyshak ketadi matras. Maza qilib ishlatishadi. Ijasiga yaqin alishtirgan ekan, qarang, qalin ham ikki tomonlama. Ag'ini ham mana shular bir xil tiniq mana. 4.300.000 so'm dastlabkasi vodiychi mutlaqo bepul. Sondiq javonimiz bor. Ikkita kamotchasi va sondiqlari, qo'lkatlari ishlaydi, zo'r holat turibdi. Bu narxi shu 1.400.000 dastlabkasi vodiychi bepul. 1.400.000 dastlabki ichida. MDFda. Stenka holatlar zo'r holat, Rija deydi vashli. Bu shvayda razmeri 60 bo'lsa, servantlarda razmeri 60. Bunaqa stenka yo'q, videolar chiqmagan. Holati ham zo'r, ruchalari taxtadan. Mana ichlarini ham qarang, radnoy holatda, hamma yo'q. Antresollar mana ajraydi, tepaga chiqadi. Antresol tepaga chiqadi. Bu polkalari ham o'chuvsiz taxta polka mana ichlarini ko'ring. Shanli razmeri 60 sm chuqur ekan. Chuqur ekancha. Boshqa mashinalar ham boshqa.
Hajur. Import stanga bunaqa stanga topish ham oson bo'lmayapti. Bitta lag bosib ketsin. Bunaqa stanga topib kelyapmiz. Bu narsalar uchun holat ideal. Ichlari ham. Radno shannerda hamma yo'q mana. Hammasi alishmagan radno shannerda. Keyin masalan joylari ham moslab отдельный 4 bo'lak. 8 bo'lak. Antrosolarni hisoblagan 8 bo'lak joyi zo'r tushaveradi. Sotmalar ochilib olishgan zo'r. Hozirgi to'g'ri mana shu turishda 30 yil 40 yil ishlagan shu stenkani. So'ng. Polka aynalari mana. Bunisi ham polka, saxta polka, ayni polka bas. Zerkilali. Mushkapi ham mana shu ajoyib. Qarang. Ilojlar temir bor, ishi top polkasi bor, oynasi bor. Kim narsa qo'ygan joy, shunaqa joylari ham bor. Import stengada bash. Har tomoni mana shu ishlab qo'ygan ekan. Hamma qana chiqqan bo'lsa, o'sha holat turibdi, changga artildi xolos. Zo'r holat. Ba'zan razmer necha bo'ladi? Necha metr joy tushadi u? Razmeri 4 metrlik joy tushadi. 4 metr joy tushadi. 360 90 dan bo'lsa 360, 1 metrdan 90 360 lik joy tushadi. Buni narxi xo'p. 2900 ming so'm dastlabki zavodiy uchun mutlaqo beribdi. 2900 mingga dastlabkasi ichida, xudo xohlasa. Hozir bozorlarga narxlarda arzon qo'yapmiz aka. To'g'risi 3,5 millionlik stenk o'zi masalan-da. Bunaqa stenki bash ham keladi bizga. Ko'ryapsiz? Bonni hamma o'chib ketadi. 60 santimetrda razmeri katta. O'zi ham chiroyli ekan. Chiroyli. 2900 ming so'm dastlabki zavodiy uchun mutlaqo bepul. Shkafini addeni bunisi hammasini addeni ishlatishaveradi. Masalan, bo'yi yaxshi, bo'yi balandlik qilyapti deysiz, tummani bitta tushirishsa, to'shakka tumma tayyor mana. Hatto antrosoda antenna bo'ladi. Polkalari bor ichida mana, katta-katta. Yangida ichlari ham. Bemalol telefon qilishaveradi. Xo'p, shifonyerimiz rossiyskiy. Ammo holat ideal, Belarusyaniki. Ko'ryapsiz? Bular nimasi o'ziniki ekan? Ha, mana shu yangidan emas, bu заводской, родной. 30 yil ishlagan, ya'ni ashincha ishlayveradi bu. Ishlari ham zo'r holatda. Buni ham 850 ming. 850 ming. 850. Ruminiyaniki yog'och taxtali bo'ladi, bir tomoni ishlaydi, bir tomoni polka mana. Ichlari ham tanaqqi. Ular ichlari chuqur bo'ladi, 60 santimetr bo'ladi ular. Splash moshi. Yakan ham bas. Buni narxi 900 ming. 900 ming so'm. 900 ming so'm. Xo'p, mana. Servanti ham dahshat, endi ham 50. Bu aynalari заводской o'ziniki mana. Qo'lda kesmaydi. Mazali, polkasi narsa qo'yishaveradi bemalol. Qalin polka, qo'lda kesmaydi. Заводской. Bemalol qo'yish, og'ir narsa ham qo'yishaveradi, ko'taraveradi. Mana ishlari. Addini bo'ladi, butun bas. Joylar emas, ichki joy bo'linaveradi ham. Zerklar joyi. Buni narxi 1 million 300 ming jupiga. Jupiga 1 million 300 ming. 1 million 300 ming dastlabki zavodiy ichi bepul. Razmeri 2 dan ko'p bo'lsa kerak, 2 metrdan, ha? 2 dan ko'p. Laminat, ammo ba'zi joylari ham o'zi zakaz yasatishgan ekan. Mazal ishlatishadi, zo'r narsa ekan. 2 ga bo'lib alohida ishlatsa ham bo'laveradi. Alohida ishlatsa ham bo'laveradi. Oynalari ham qalin, zavasi qo'lda kesmaydigan oyna. O'zi oqa zerklarlari ham bor oynalar ichida. Zo'r holatda. 1 million 300 ming so'm dastlabki zavodiy ichi bepul. Xo'p. Stenkamiz. Bu ham zo'r stenka, Ruminiyada ishlab chiqarilgan. Holati ideal turibdi aka. Materiallar polirovka. Ichlarini ham qarang. Tiniq, hamma yo'g'iradi. Bittacha, ikkita, uchta, to'rtta shkafi ham bor bundan. Ko'ryapsiz, va ideal. Bunaqa stenkalar topish ham qiyin aka. Bunday holatda hech ko'rmayman. Ichlarini ham qarang, zo'r. O'g'losi bor, mashina olib beramiz. Qolib ketib qoldi. Buni hali bo'yi baland ekan, nima aytsa, bo'yi pastroq turadi. Ha, bu sotilgan. Bo'yi baland o'zim bo'yi balandlar. Bo'yi. Bundan bo'yi baland. Bo'yi baland ekan, chiroyli ekan. Zo'r, mana zarar ishlatishadi. E'tibor bersin, bunaqa shannelar aytyapsiz, hamma yo'g'iradigan holat turibdi aka. O'ziniki. Bu bet qanaqa bo'lsa, yoni ham xuddi shunaqa polirovka bo'ladi. Fotmalarni qarang, chuqur, katta ishlangan aka. Ko'ryapsiz? Katta.
Tayi addenli, tepasi addenli. To'rtga bo'linadi. Ha, to'rtga bo'linadi. To'rtga bo'linadi. Bu narxi 2600 ming so'm, dastlabkisi vodiy ichi bepul. 2600 ming. Ha. Mana ichlari ham zo'r holatda. Qanaqa ekan? Maza qilishlar, Ruminiyada ishlab chiqarilgan. Polirobinni zo'r holat. Masalan, shkafini addenni, mana ikki eshik shkafini, servatlarni addenni qo'shishsa to'rt bo'ladi. Zo'r narsa. Bu ham Ruminiyaniki mana. Polirobinni bu ham. Ideal holatda mashina. Tepalar polirobka, ichlari ham polkalar zo'r holatda. To'g'ri polka ekan, polni. Bu polkasi ham bor qo'yib beriladi. Portmalarni ochib yopilishi ham zo'r mana. Ochib yopilishi mana yengil aka. Bu narxi 2600 ming so'm, dastlabkisi oddiy ichi bepul. Narxi bir xil ekanda. Ha, 2600 olasiz, buni olishdan aka. Bu 2600 buni olishdan. Bu ham Ruminiya, bu ham Ruminiya. Qaysi biri ma'qul? Uchuvchi ham bir-biridan zo'r ustun keladi aka. Ko'ryapsiz, qanday? Buni aybi yo'q masalan, betida chiqadi aybi yo'q. Ishi chiroyli narsa. Stollarimiz 200 mingdan. 200 ming so'mdan. Tremonimiz bor. 400 ming qilib beramiz. MDF Ispaniya turlari. Oynasi ham bitmayapti. Qanday oyna? 400 ming so'm. 400 ming so'm. Turinglar. Kel. Devan kirishlar bor. Holatlar zo'r holatda. Materiallar mo'shi materialda. Pondi spanni kravat ham bo'ladi bu. Yangida turibdi. Spanni holati. Masalan, buni uyali qo'yib qilib ishlataman deysa, mana shu spanni olgan holati nari kresloda olib o'tib, uyali ham bo'ladi. Mana shunaqa ko'pchilik shunaqa qilib ishlatadi. Bu yarim holatda turadi. Mana 3 xil funksiya bor. Bu deranni ham nari kreslo shunaqa bo'ladi. Material mo'shi materialda oqalargacha material shunaqa bir xilda. Ko'rsatmayman. Bir xilda material. Bunda egalari 6 millionga olishgan ekan jurnalistsiz. Yaqin 6 millionga olish jurnalist olsangiz, biz buni 3 million 300 ming so'mga 3 million 300 ming so'm. Dastlabkisi vodiy ichi bepul, bonusiga jurnalist olib. Jurnalist olib adden olishgan ekan. Jurnalist olib temirdan, hozir yangi profilda qanaqa narsa? Baquvvat, temir. 3 million 300 ming so'm dastlabkisi vodiy ichi bepul, holati pashta yangi, prujinali bo'ladi. Shuni yaxshi ishlangan. Vaqti zo'r ekan uni. To'g'ri. O'zi bilan turibdi, nima parallel o'lmagani bilan turibdi o'zi. Videoda qanaqasiga bilmadik, qanaqa. 3 million 300 dastlabkisi vodiy. Keslo kravat, spanni bo'ladi 2 metr oldiga, mo'shi materialda. Buning narxi 2 million 300 dastlabkisi bepul vodiy ichiga. 2 million 300 ming jupiga dastlabki bepul. Spanni bo'ladi. Rossiyskiy divan, spanni bo'ladi bu. Taxtalari ham tiniq holatda. Bunda 650 ming. 650 ming so'm. Bunga misol yangi tifon qoplab beringsa, qoplab beraverasizlarmi? Ha. Videoda oxirigacha ko'rsa, xuddi shu divanda qoplangan varianti ham bor. Xo'p. Toshkent uyali, ichlari 100% taslim bo'ladi, va shi baquvvat ishlangan. Tagida sondiqlari ham bor mana, tiniq holatda. Maza qilishlar. Haqiqiy shu original Toshkent mebeli, prujinali bo'ladi. Holati va shi zo'r. Bu spanni ham bo'ladi, kattagina. Mexanizmlari ham yaxshisidan. Mexanizmlar temir. Spanni holati mana. Roli bo'ladi. Ko'pchilik o'ylarkan spanni bo'lsa odam ko'tarmaydi deyishgan ekan. 90 kg bemalol ekan. Uzuni ham uzun, 2 metrdan, vashi 2,5 metr uzun. Bemalol ekan. Eni ham 52 tadan bemalol yotadi. Zo'r holat. Materiallar radniy o'ziniki. Narxi necha pul buni? Buni ishlashim. Mana bu. Buni narxi 2 million 200 ming so'm, dastlabkisi vodiy ichi bepulga, dastlabkisi. 2 million 200 ming, dastlabki vodiy ichi bepul. Vodiy ichi bepul. Yirtadigan, qiradigan joylari yo'q uni. Yaxshi holatda. Prujinali va shu o'tirgan qulay ekan, bor o'tirsangiz
Keng ekanda o'tirgan joyini qarang, betondan bemalol bashka keng ishlangan. Nima tilgan sho'ra. Bu spanli bo'lmaydigan holatda. Buni joylari moslab zakaz yasatishgan ekan. Endi vashcha qimmat yasatishgan ekan, buni arzon narxda beramiz. Shuni 8 million 9 million qidirishgan ekan endi shuni. 9 million qidirishgan ekan. Xo'p, masalan buni hamma tomoni qulay ishlanganda ekan qarang. Zamoyda. Material chirib bo'ldi. Yuvaman deysiz. Shuni chiqarishadi. Kir mashinalari aylantirib peshuradi. Yuvishadi. Ha bu pastga ham shunaqa ekan-a? Mana. Bemalol oling-chi. Bu pastga xuddi shunaqa. Pastga xuddi shunaqa. Paralonni ko'ryapsiz, qalinligini, necha ming qarang, qanday mashinada parallonchi. 15-20 santimetr chiqsa kerak. Zakazchi bilasiz, materialda ham hech nima ayashmaydi. Bashchi baquvvat narsa ekan. Tepasida yuraveradi. Bemalol tepasida yursa ham ko'taraveradi. Sinda netda deyman. Mana, bemalol, nima deyman. Yumshoqligini qarang, botib o'tir, qarang. Ha, shu yumshoq ekan. Ha, shu yumshoq ekan. Bu myaxshi ishlangan. Hech nima bo'lmaydi aka. Masalan, joylariga moslab отдельно ishlatsa ham bo'laveradi. Ikkita divan bo'linadi. Burchak отдельно, bu ham отдельно mana. Burchak yangi turibdi, burchak ishlashmagan ekan. Burchak yangi. Olib ishlashmagan ekan. Ikkita divan ishlagan ekan holat asosiy. Mana. Keyin masalan, spinkasini baland qilaman deysiz-chi. Qarang. Mana. Ha, ko'tariladi. Ko'tariladi. Mana. Shu. Mana shunaqa qilib chiroyli turar ekan. Mana. Haqiqiy o'sha Toshkentda nima deydi? Mana. Mana shunday tursa chiroyli ekan-a. Xo'p, 2 million 600 ming deysizmi buni? Ha, 2 million 600 ming so'm. Dastlabkasi vodiychi mutlaqo bepul. Vodiychi bepul. Qarangda, yumshoqqina shu zo'r ekan. Shu zo'r narsa-chi. Dastlabkalari nima qilib bersin aka? Dastlabkalari bor uni. Hammasi shunaqa zamoyda aka. Qarang. Tiniqligini qarang ichlarining. 100% sasna. 100% sasna ichlari. 2 million 600 dastlabkasi bepul. Kuxunning akrel mashinalardan ham zo'r sotilyapti. YouTube'dan ham, Instagram'imizdan ham zo'r sotilyapti. Akrel Davuchi Shanderda yaltirashgan odam aksini o'zi tiniq turibdi. Yangi endi bu. Razmer 240, bo'yi 2 metr. Tepalari ham teksalet, mo'yka o'rnatdi. O'ng tomon chap tomonga. Narxi 2 million 200 ming so'm, shahar ichida dastavkamiz bor. Shahar ichida dastavka bepul. Bepul. Farg'ona Marg'ilon shahar ichi ya'ni. Xo'p. Bu 2,5 metrga 210. Bunda sushilkasi bor. Mo'ykasi bor. Mo'ykalari bor. Xo'p, yana nima suv? Ayta xolodilnik deydi, laq suv qo'ygan joy. Davut Shanderda hamma yo'g'i. Ishlari. Tayyor ekanda, mo'ykalari ham, sushilkalari ham. Tekstalit. Buni 3 million 600 ming so'mda ikkita. 3 million 600 ming so'm. Shahar ichida dastavka qilib beraveramiz. Svetlari ham bor. Yonidi. Xo'p, tumbala 200 mingdanmidi buda? Ha, tumbala 200 ming so'mdan. Tumbala 200 ming so'mdan. Ikkita bor. Ikkita bor. Xo'p, keyingi joyga o'tamiz. Mana keyingi joyga ham keldi. Divan Toshkent divani fabrikasi. Tayyor sondolarni tiniq holat turibdi. Bu divan ham spalni bo'ladi mana. Mexanizm ishlashi ham zo'r, prujinali ishlashi. Ideal holat turibdi. Buni 850 ming qilib beramiz. 850 ming so'm. Bu 2 metrdan uzun bo'lsa kerak. Ha, 210, 220 joy tushadi общий. Bu rossiyskiy. Prujinali bo'ladi, Belarusyaniki, tiniq holatda. Yog'ochlari ham zo'r. Mana, mo'yshi material, yangi material qoplab berilgan. Videoda boshida rossiyskiy holatda o'zi radmi material edi. Bu yangi mo'yshi material qoplab berilgan. Bu yangi. Bu narxi nechi? 1,5 million dastavkasi vodiychi bepul. 1,5 millionga dastavka bepul vodiy bo'ylab. Shuni olishsa, dastavkasi yoshkanimi, divanmi, nima bo'lsa qo'shib olishaveradi bemalol. Bitta mashina sig'adi ketaveradi. Sig'adi. Divan, bu yana bitta divan, bu divanlar turibdi. Bu spanli bo'ladi bu 2 metr. Tagida sondig'i bor mana. Bu Belarus yangi, ham rossiyskiy forma. Prujinali hamma yo'q. Spaniya holat mana. Mana Spaniya holat. Uzuni 2 metr. Eni 1.60, o'tta Spaniya razmeri. Zo'r holatda. Ishlashlari mana.
Mexanizmi yo'q buziladigan. Itarib qo'yiladi oxirigacha bo'ldi. Buni ham puli 850 ming. Bu ham 850 ming. 850 ming. Mana shu baquvvat narsa. Hech nima bo'lmaydi. Stul. To'rtta tabretkasi va taxtadan ishlangan, tepasi polirovka. Bu 450 ming. 450 ming shampleshdi. Hop. Stenka 5 metrli Germanskiy Monika degan stenka. Kulkatlari ham ishlaydi, u narxi ham o'zi ham zo'r. Maza ishlatishadi. Tiniqligini ko'rasiz. Stenka joylari ham moslab, masalan, bitta 2 5 ta narsa. Bo'lib qo'yib yuborsam bo'laveradi, bitta qo'ymasdan. Ha, masalan, ikkitasini bitta joyga qolgan, yana boshqa uyga. Bo'lasani bu bitta chasini boshqa joyga qo'yib qo'ysang ham bo'laveradi. Kitobcha ham, bu idish-tovoqqa ham yo'q ketaveradi. 5 metr desiz. 5 metr. Qulfchatlari ishlaydi. Polkalari bor mana tayyor. Ishlari mana tiniq holatda. Hamma yo'radimi Germanskiy. Ko'pchilik pul bo'lgan. Ha, ichlari. Polkalari ham zavodskiy Germanskiy. Polkasi qo'lda kesmaydigan. Zo'r holatda, maza ishlatishadi. Boz 5 metr joy tushami shunda? Ha, 5 metr joy tushadi. 2 yashil shkafni adden ishlatsa ham bo'laveradi. Bar joyi mana. Ishlari. Zo'r chiqdi. Hop. Buni narxi 2600 ming, dastlabkasi vodiy ichi bepul aka. 2600 ming so'mga vodiy bo'ylab dastlabki bepul 5 metrli stenka. Germanskiy Monika degan nomi uni. Monika. Bo'lib ishlatsang ham bo'laveradi. Masalan, shkafini addenni. Ana, keshili shkafini. Daryaqalanadi, polkalari bor, hammasi polkasi bor. Zo'r holat bu. 5 metrli. 2600 ming, dastlabkasi vodiy ichi bepul. Aha. Rossiyskiy degan kirsizlar. Spanni bo'ladi. Materiallar, mo'yish materialda. Buni 2.400 ming, dastlabkasi vodiy ichi bepul bunga. 2.400 ming so'm dastlabki vodiy ichi bepul mana shu komplekt holatda. O'sha hammasiga. Hammasi. Xo'p, ko'xindilar. Bular narxi 2.200 ming so'mdan akril materialda davodchi shanderda. Bemalol chiqishaveradi. Razmeri 2.40 deydi, 2.35 nolga. Bu 2 metr. Bu 2.200 ming akril. Bu kirashini MDF'li. Razmerlar bir xilda, eshikda farqi bor xolos. Davodchi shander. Sizlarga ko'rsatib yangi bular. Bular narxi 2.5 million shag'ash dastlabkamiz bor. 2.5 million shag'ash dastlabki bepul. Bular oshxona mebeli hozir yangi ishlatilmagan. Yangi bular. Nomerlarimiz bemalol chiqishaveradi aka. Nomerga aloqaga chiqaversa, ekranga yozib qo'yamiz. Hop, qaysi mebel ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, yaqinlarga tarqatib qo'yib, bittadan like bosib, qarindosh urug'lar, sinfdoshlar guruhasi tashlab qo'ysalaring, qarindosh urug'lar guruhasiga kimgadir foydasi tegib qoladi. Misol uchun mebel o'qtab yurgan bo'lsa, ko'pchilik bizda mebellar sotilib ketsa, ulgurmay qolyapmiz deyapti-da. Qanaqa ulgurib qolamiz desa, masalan, bu mebellar sotilib ketsa, telefon qilib ulgurmay qolishsa, masalan, telefon qilishsa, Telegram kanalimiz bor, qo'shib qo'yamiz. Qo'shib qo'yasizlar. Ha, masalan, keyingi chiqadigan videoda yaxshi narsalar qo'yyapmiz, olib olishadi. Bu yerdan qarab chiqmasdan oldin, ha. O'cha soat ketayapti narsa, ikkita narsa sotdik ketibdi. Рабочий kisasi ko'xini sotibdi akaga. Olib ketishdi. Bundan tashqari Ispaniyadir sotdik. Bemalol aloqaga chiqishaversa, ishlarni bitkazib beramiz, chiroyli qilib aka. Xo'p, pastda nomerlar bo'ladi, Telegram ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar.